Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Teplisachi. Charchamayapsizlarmi akalar? Bizni Teplisamizda zatilena pardalar, soya setkalar to'liq tugatildi. 1 gektardiki. Bu yer ko'chatxonamizga ajratilgan. Mana bu sistemamiz. Ikki tomonda stoykalar bo'lganda ko'chatlarda suv bilan sug'orib ketiladi. Dorilar bilan birgalikda. Bizi hayvonlarimiz mana shu yerda yurishadi bular. Ular ham ishlashadi. Xudo xolasa mana kabellarimiz hammasi kelgan. Tepada motorlarimiz o'rnatilgan. Mana ventilyator shaxtalarimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yer to'liq ko'chatxona uchun ajratilgan. Bu yer ekin maydon bo'ladi. Bu tomonimiz. Bu yerda pomidor, badring, shunga o'xshash narsalar ekiladi. Bu tomonimizda bitgan teplisamiz bor, 3 gektar. Bu yerda ham yarim gektari ko'chatxona uchun ajratilgan. 2,5 gektari ekin maydoni uchun. Servis zonamiz bo'ladi bu yer. Bahodir aka brigadirimiz. Ana setkan ustida ko'chatlarimiz turadi. Kardonda bo'ladi. Aytgancha bu yerda yangilik bo'lib, nima qo'shildi? Fan coillar qo'shildi. Sovutish ikki tomonimizda gofra qilingan. Bumimizning suvi shunday usulda keladi. 1 gektar ponni fan coil bo'lgan. O'zi montajlari ketyapti, hamma yo'g'i. Bu tomonimizda akalar xolodilnik joyimiz bo'lyapti. Bu yog'imiz sklad. Narigi tomonimizda qurilish bo'lyapti. U tomonimizda ofis. O'sha zakazlarni olishga shunaqa ham mo'ljallanyapti. Teplisamiz mana spancha bakoviy pardalar bo'lib ochiladi. Kabellarimiz kelgan. Bu tomonimiz. Bu yer chang. Xudo xolasa ancha yilga xizmat qiladigan qilib ustalarimiz mutaxassis. Biz arzigulik Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Shunaqa teplislar olib yurgizish barchamizga nasib qilsin inshaalloh. Bu yerda qora metal ishlatilmagan, to'liq aksinkovniy materialdan bo'lgan. Tomchilar sug'orishimiz. Bu yerda ham ikki tomonida gofra qo'yilgan, qo'shimcha ventilyatorlari bor. Bu yerda ham tepasida alyumin, koreyskiy parda bo'lib ochiladi bu yer. Narigi turetskiy bo'ladi. Bu yerga ham tepasiga ventilyatorlar qo'yilgan tomga. Hozir elektr jas ishimizga ko'rsataman. Elektr jas knopkaga ochilib yopiladi. Barchasi knopka orqali boshqariladi, hamma yo'q. Bu teplisamiz turetskiy usulda bo'lgan. Yonboshlar bilan pardalar ochiladi. Parda deyman, nimasi ochiladi? Bakoviy ochiladi. Bakoviyimiz tepadan o'tishgasi. Xudo xolasa shunaqa gaplar akalar. Qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qildim. Qo'shimchalar bo'lsa yana aytamiz, yana video qilib qo'yamiz.
Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Ishinglarni bitkizib, xudo xolasa podkulich holatda topshiramiz. Sizlar aytgan usulda qilib topshiramiz akalar. Hammaga rahmat, yaxshi kayfiyat.